10. qism. Asqar, yo'dash qana qilgandim-a? Kunduz Urumchi keldim deb uchraysibdi. Asli uni bilan ko'rishsam bo'ladi dedigina. Ammo majin nerdan keldi arvoyimiz kirib, jo'bada choplashib deb zodi fursat bermayotdi. Qunduz bilan mundaqli ko'rishsang bo'lmaydi. Uni cho'qim yaxshi kutib olgin. Helimo u qizni bak qo'ldirildi. Bu jintakni-chu bir amalani qilib yo'lga selib etib, andin Qunduz bilan ko'rishgan. Yeni desam, yeni shu. Qunduz sana bak amroqkan. Ham u olqishlayotgan yosh yozuvchi. Menchu u qizga samimiyatsizlik qilmagan. Uning bilan to'y qilish sening baxting. Amni bo'lsa-mu uni bir oldimisan. Bu hozirgi zamonning qizlari nima bo'lib ketdikin ta? Torda ikki qiz sherinshiga gaplarni qilib qo'ysa, odamning kuchugi o'zi otimal deb turgan. Muhabirda bilan vaqt o'tdi. Yo'lga selib etsam-da, to'qbo'yga hikoyam bilan birdamli qayli qilaman. O Qunduzmi chiroy satanka sotibdi. Ona bir yetib baksam. Voy tata tilingni. Nimandaq iflos bo'lib ketding? Hamma qiz mao bir nimdak axloqsiz bo'lmaydi. Qunduz shundoq axloq fazilatli qizga. Mushundaq xiyolda bo'lganini bilib qolsa-chu, seni cho'qim bo'g'ib o'ldirib qo'ydi. Nima? Qunduz achang yonbes ketsan-ku. Sen-ku o'g'il bolani ko'rsa besh og'riydigan, qiz bolani ko'rsa ich og'riydigan odash. Qara. Shimalg'o ziyon qilmaydi. Ammo u Qunduz deganingning kelib chiqishini menga bir torda yetkazib bo'ldi. U o'zicha men yozuvchi deb kelib shugini bilan opsi bir er bilan qechib ketgan buzuq xotinning qizi u. O'ylab baqa, opsi buzuq xotin qizi. Nima maqtidi? Ops qanda bo'lsa, qizi shundoq bo'ladi deydigan falsafa qoida nada bor-ka? Nimandaq yirginish ko'p ketding sen? Uning ustiga utuq qozongan qaysi bir odamning keyindan undaq ushshaq gaplar bo'lmaydi deysa. Mevasi o'xshigan daraxt chalma kesakni ko'p yeydi deganini anglamaganmi? Nima chiqamsizsa? Qunduzga ko'ngling bormi nima? Hey, bo'ldi. Sen bilan qiz bola talashmayman. Lekin sabr qil adash. U yana romanning qalami qilib opamning davolini shaqiga ishlatsam, opam burunqini yaxshi bo'lib ketdi desam, yana bir bitish oldi turgan romanimning qalami qilib sizga beray deb yuriydi. Bir amallarni qilib, u romanning originalini qo'ldan uchirsam, ondan uni qo'l taqib dasitib, bir akşam yetib toza o'ynab olsam, sen o'tib berma. Keyin ocham demsa, oshdam demsa o'zingning ishi. Ammo qara. Bu oltin tuxum tug'digan mekanni yana bir oltin tuxum tug'dirib olay. Ish qilib, bu buzuq xotinning qizi bilan oltin tuxum qo'limga tushgan aman yo'qdan bir bahoni tepib munosabatni o'zim adash. Kitobning avtorlik huquqlarining boshqa barliq huquqlari mening qo'limga o'tganda hech qanday ish bilan karim yo'q. Asli bu tuxumlar bozorlik mekan oltin tuxumdan yana netchin tug'adi ekan. Afsus. Torni yig'imsam bo'lmaydigandek. Yenidagi yeni qarayano degan dallol pek yomon nimaga qara. Hamma ishga chot kelib o'tirdi. Tig' bir chog'da Qunduz bilan telefonda paranglashsam, quruq gapni oz qilib, o'g'il bola bo'lsangiz bu yoqqa keling. Deydi. Arvoyim 40 ga o'ldi degida. Ish qilib hozircha Qunduzni o'kitib qo'ymay. Voy yumg'ina og'zingni. Nimanda qabihlik bu? Acaba bir qizning sana aqida qilib, seni beshida elib ko'tirgani yomonmi? Men gunoh demadim. Faqat o'zingiz keldingiz, vaqtingiz to'sa o'zingiz keting demoqchi. Ko'ko'ramdagi qaysi bir qizga yetish bo'lay. Ilmi qizlar bilan to'la yetib, va teqimimni chanqanmidi. Bo'lmasa sangimi bir nechini to'yishtirib qo'yay. Yoshlikning huzurini surib, toza paysi qilib ol. Quloq pardam nazarning mudhish ovozidan shirtilib ketgandek qattiq og'rib ketdi. Yuragimni ko'zga ko'rinmas bir xanjar tilim-tilim qilib etdi. Men yog'ochdek qetib qolgan vujudimni tasti ko'tirib, o'rnimdan turdim. Ko'z oldimda bir to'p seriq tuman paydo bo'lib, orqadanla tuman ichida nazarning menga tonish simosi zohir bo'ldi. Men ikki yong'i beshimni chayqishim bilan tangla bu simo birdanla qo'rqinchli arvoqqa aylandi-da, menga qarab tishlarini yengaytib, tirnoqlari o'sib ketgan tuklik qo'lini menga so'zdi.
Vücudumdagi barliq kuch-quvvatimni ikki putimga yig'ib, o'zimni sirtqa atdim. Ra'noning meni chaqirgan ovozi qahvaxona ichida laylab qoldi. Yuguryapman. To'xtamay yuguryapman. Nishonsiz, g'oyasiz, umidsizlik ichida. Odamlardan, hayotdan bezgan ko'nglim meni o'zidan ayrilgan bechora qush kabi qayoqqadir ketishga da'vat qilyapti. Nega? Qayoqqa boraman? Buni bilmayman. Agar bu hayot menga bu daqiqalarda bir sehriy ato qilgan bo'lsa, shu zamonli bir qushqa aylanib, yiroqqa, bakmi yiroqdagi bir planetga uchib ketsam, g'am-g'ussiz shu joyda xotirjam yashasam. Osmon bo'shlig'ida shiddat bilan surilib ketayotgan qop-qora bulutlar birdanla yashin to'kyapti. Ko'chalarda negadir aldirash ketayotgan odamlar orasida siqilib yurib, piyodalar ko'chasiga o'rnatilgan sement o'rindiqqa kelib o'ltirdim. Teshimda bir o't, ichimda bir o't gurildab kuyayotdi. Birdanla taraslab tushayotgan yomg'ir tomchilari yuragimni, yuz-ko'zlarimni so'yib o'tdi. Men o'rnimdan turib, g'ulichimni kerib, qop-qora osmon betiga baqdim. Aşı qarliq ichida menga ikki jup ko'z muloyimlik bilan tikilib turadi. Av dadamning ko'zi ekan. Nemandaq mehrlik ko'zlar bu. Avchi. Av sal xunuk, ammo o'tliq ko'zlar kimning ko'zi bu edi? To'g'ri. Momamning ko'zi ekan. Moma. Nevrangiz. Yo'q. Qizingizning yuragi qonab ketdi. Ko'ryapsiz. Yuragimdan mush yomg'ir tomchilarida qip-qizil qonlar sirg'ib chiqyapti. Nemandaq og'riydiganda bu yurak. Osmonga chiqyapsiz-ku mama. Tushsingizchi. Meni bag'ringizga bossingizchi. Yuragingizni yuragimga yaqsangiz, balkim yuragim qonashdan to'xtab qolar. Sizmi yomg'irdak yuragimga suyib qo'yingchi mama. Jinim mama. Yuragimning qonig'ini dadamga demangchi-mu. Uning yuragi qonab ketsa, men chidayolmayman. Rostdan chidayolmayman. Birdanla dadam bilan momamning ko'zlari qorong'ulik ichidan g'oyib bo'ldi. To'xtovsiz to'kilayotgan yoshlarim yomg'ir bilan qo'shilib nelargadir oqmoqda. Ishongan odamimning qalbidagi xunuk obrazimga yig'layotgandim yoki sunib parcha-parcha bo'lgan aqida aynaklarimning sho'lisidan maravotgan bolalik qalbimdagi jarohatning og'riqiga chidamay yig'layotgandim. Ishinib, aqida ixlosim bilan samimiy muomala qilganim uchun boshqalarning foydalanish quroliga aylanib kelib, ahmoq qilinganimga öksüvatamdım, hechni bilmaydim. Taqdirning meni shundoq ko'tirishlikkan deb orqa-orqadan avatgan hasrat navkarlari yelkamni besib, meni yanjivatmoqchi bo'ladi. Hayotimga nido qilardim. Bo'ldi qil. Qachongacha beshimni ko'tirgil qo'ymaysan? Ajiba, meni bu qiz baq qaysar deb sinovatamsan? Yoki sen menga hayotdagi ba'zi odamlardek yonchi nazarda qarayotmsan? Men boshqalarga o'xshash ojiz bir inson. Ojiza bir qiz. Men boshqalarga o'xshash kulib boqay. Baxt beshigida allaylanay. Nemandaq tugmaydigan azoblar. Nemandaq ko'p hayot g'avg'olari bu. Ajiba, men suvdan ayrilgan nimjon beliqdek har yonga to'lg'inib urib, tunjiqib o'lishim kerakmi? Yo'q, hayot. Men seni suymayman. Men sening qo'yningda bariq urib echilish oldidagi bir dal atirgul. Kim deydi meni xushpuroq chachanmaydi deb. O'tib ketdi. Hammasi tezli o'tib ketdi. Men yana tong quyoshni ko'rgan yolpiz maysidek julalayman. Yulduzdek chaqnayman.
Ardın qanchalik vaqt o'tdi, nelarga bordim, nimalarni ko'rdim, bilmayman. Faqat esimda qolgani kulrang shahar qo'yindagi aldirash odamlar, qora osmon, surlik bulutlar. Kuz yomg'irga chilishib, suzma bo'lib ketgan bo'lsam-mu, tenimdagi o't o'chidigandek emas. Beshim zingildab og'rib, o't kavob bo'lib qizib ketdim. Ko'zlarim yumilib ketyotdi. Uygilarimga yomg'irgan og'riq meni yerga yiqitmoqchi bo'lgandek kuchaymoqda edi. Men oldimda kelayotgan bir taksini to'sdim. Shoför menga taajjub bilan lappida qarab etgandan keyin mendan so'radi. "Nima varsiz?" Maktabning ismini Orolmidi. Taksidan tushib, oldimdagi g'uva bo'shliq ichida yeshil kunlik ostida tit bo'lib, har yonga talmirayotgan Ranani ko'rdim. U meni ko'ribla o'zini otdi. "Nelarda yurdingiz? Bilamsiz, Qunduz, meni to'limi ansiratdingiz. Yonfunoz qahvaxonada qopdi-ki, har yonga qatirib sizni topolmay bakli jili bo'ldim. Yurkim, oxir joyiga tushdi. Kechiring, Rana. Tenimda qilchilik mador qolmagan edi. Ko'zlarimni ochay deb shuncha tirishgan bo'lsam-mu ocholmadim. Vujudimdagi o't gurridi qilib gulxonga aylandi. Men gupli qilib Rananing quchog'iga yiqildim. Ko'zlarimni ichib, o'zimni oppoq karvat ustida doktorxonada ko'rdim. Rana mening uyg'onganimni ko'rib, stakanga qaynoq suv quyib, yonimga kelib o'ltirdi. Ansirman Qunduz, tezli yaxshib ketisiz. Qizitmangiz o'rlab ketibdi-ki, texiyelli doktor tekshirib chiqib ketdi. Hozir normallashibdi deydi. O'pkingizni so'qitib ketgan o'xshaydi jumu, sizni yotoqqa oldi. Kuzdimi yomg'irga chilishib, shuncha uzun yuramsiz deyman. Amaliyot uchun u Abdunazar degan bir nimaning zaharxandalik bilan aytgan gaplari meningmi yurkimga tegdi. Bo'ptila, hammishlar yaxshib ketadi-ku aman. Qolgan gaplarni aldirmay teshib olamiz. Avval siz yaxshi davolanib saqaying. Ko'p o'ylamang bo'ldi. Ko'zlarimga issiq yosh keldi. Men Ranadan xijil bo'lib, yoniga qarab oldim. Ko'nglingizni buzmang jinim do'stim. Har doim yaningizdaman ba. Mayli qandoqli ish bo'lsin, sizdan bir qadamni nari ketmayman. Rahmat sizga. Yastiqim yendiki yonfonim tuyuqsiz sayrab ketdi. Yonfonni qo'limga ilibla ekranda titrab turgan Nazar degan ismni ko'rib, tenim shurkinib ketdi. O'ninchi qism tugidi. 11-chi qism. Balkim Rana chiroy ifodamdan bir nimani sezgan bo'lsa kerak. Qo'limdan yonfonni julubli ilib, kelgan telefonni qabul qilib, yonfonning yangratqusini ichib etishi bilan tangla, Nazarning ovozi quloqimga qishamildek urildi. Kenim Qunduz. Bilmem menden xafa qaldınız. Tig'iz sizni telefonni olmamdikin deb bekli esirgetdim-da. Lekin oldingiz. Uchuringizga javob qaytaramganligimni kechiring. Ma opam o'zgarib qilib, shunga jiddiy yurtga borgan, kayfiyatim toza yaxshi bo'lmag'achqa telefonimni itetgandim-da. Kuyga undidor deganlarni ochmagan. Urumchi kelganingizdan kechki xabar tepdimi? Men hozir iningizga boray. Siz nada? Qo'yqi chechim tik turib, vujudim titrab ketdi. Og'zimni echib bo'g'icha Rana gap qildi. Ya'ni kimingni ahmoq qilmoqchi bo'lib, kimning hikoyasini to'qotsa ablah? Nazar net sekund jimmida turgandan keyin javob berdi. Vay. Kim o sen? Ton nervamni o'rnatma yanfonni ikisi beri. Manchu sening xonachang, to'zkor ablah. Sapmısaq apangni kesel deb yolg'on aytib, Qunduzni oltin tuxum tug'adigan to'qo'ga o'xshatqini uyoq tutib tursin bo'pti. Tex uning bilan yotmoqchimidding? Kimning chupranisi sen? Nimangi yo'g'onchilik qilib, qizlarni shunday past ko'rsan? Sening o'riq avlodingda ashunday kimni ko'rsa qo'yniga o'zini atadigan xonim qizlar ko'p o'xshamamdi. Shung archilaringning hikoyasini boshqa qizlarga sirishtirib yurma. Uqdingmi?
Ya sen yedi Rana degan dalal taskını qoy. Oğuzun bir sözü mü? Diğerlerinin birini düşünsem nime de? Ya tola kalayımkan jölüp kunduzun beşini kaydırma deme. Yanfonu kunduzgu be. İkili baka. Erkek degan cuman qara, qilgan ishiga ega bo'ldi. Senda shunchalikmi jur'at yo'q? Qunduzning beshini kim qaydirdi? Chavakchilikqa yeyilgandimi quyruq tutqizmayman demoqchi-ku sen tulka. Xiyolingni xamchog'lama men senga deb qo'yay. Sendek bir nimalarga tetig'uchilikim bor. Yeningdiki sana necha yil bekaga ishlagan heliqi bechora yigit ungelib olgan unujitini-chu yanfonimga ko'chirib oldim. Endi zuvaningni o'chirib darhol Qunduzning kitobining haqqini qaytar. Bo'lmisining mayak tor bikitingni mayaqqa aylantirib qo'ymay yana. Bütün internet sahasida sening zuvaning yangrab, sharmisar bo'lganingni ko'raman. Qunduzning karta nomerini qisquchur qilib, hozir yo'llaytman. Pulni 3 kun ichida urib bo'l. Uningdan keyin Qunduzning tor bikitingdagi barliq asarlarni o'chirib deganimga qo'shilmasang, mendan yomonlama deb qo'yay. Ya nimandaq chiplasima seni? Qiz bol deganmi sendek bo'lamda? Ha? Beratılsını Qunduzga. Mana uningda so'z ichma. Sen ifloslikning chekidan o'tib ketib, kimning iflosligini bilmay qolgan o'xshamamsa? Rananing unimig'ini unimay, yanfonni qo'limga ilib, nazarga so'zladim. Rananing deganda qiling nazar. Rananing deganlari amaliyotda mening demoqchi bo'lgan gaplarim. Yepiq qozon, yepiq beti qolsin. Endi men oltin tuxum tug'digan to'xuni unutib ketdim. Aslida ikkimiz ikki dunyoning odamlari ekanmiz. Bizni taqdir xato tunishtiribdi ekan. Men siz uchun isrof bo'lgan vaqtimga, zihniy quvvatimga, xiyol tuyg'umga, aqidamga echinaman. Faqatla echinaman. Ko'zlarimdan sirg'ib chiqqan hijron yoshlari to'ruqlab to'kilib ketdi. Vay men diğerlerimle ten alamay Qunduz. Qarang, ama şunun işinin, ha? Sizni bekli yaxshi ko'rma. Aslida sizga ko'nglimning bağlığını yaxshi bir fursat deb aytmoq istedim ha. O kuni araqni jiqroq ichib selib, qalayimqa jo'li sopdimi? O xunsugoyning ungelib olishini siz istishini nereden bilmayman. Ba'zi insonlarning xarakteri shundoq nazar. Siz ham shundoq o'xshaysiz. Kim mehrli qo'llarini sunsa, shuning tig' urdigan. Kim qalbning pinhonlaridan issiq o'rin bersa, shuning yuragini muzlatadigan. Kim sevgi muhabbat bersa, shuning hasrat, nadomat ato qiladigan. Meni kechiring. İkimizning ishiga Ranani aralashtirmang. Biz ko'rishayli, ayrim paransayli. Men sizga hammani tushuntiray bo'lamdi. Pulatek paket oldi degan nimani tushundirmoqchisiz? Sizningcha o'ttirimizda endi tushundirgidek nima qoldi? Hammasi yo'q bo'ldi. Sizning shirin xiyollaringiz mening umid orzularim to'zg'oqdek to'zib ketdi. Xo'sh, bo'ldi. Aman bo'ling. Mening bu dunyoda mavjudligimni unutib keting, men ham sizni unutib ketaman. Qunduz. Mening Qunduzim, gapimni anglang. Men sizni suyma, menga bir fursat bering jenim, men xato qilibman, o'tib qolay. Menda yana nazarning gapini anglab, yanfonni tutib turg'idek mador yo'q edi. Üzülgen telefon bilan tangla, yuragimning beg'ishimi uzilib ketdi. Nazarga shunchalik chin ishtiyoq bilan muomala qilib, uningdan kutgunimning aksicha, so'ygi gullarim chechak oshmayli sulib, pig'on daryosining qiyonlari muhabbat qasrimni xonavayron qilganda, men umidsizlik, o'kinish, nafrat to'lqinlari orasiga sho'ng'ib ketdim. Atsli nazar to'r bekitida buningdan burun e'lon qilingan barliq asarlarimni o'chirayotganligini aytib, undidarda gap qildi. Arqadan Rana uningga yo'llab bergan karta nomerimga u urgan 30 ming yuan pul kirganlik uchur keldi. Nazarning to'xtamay kechirim so'rab yozgan uchurlarga bardoshlik bermay, uni ko'ku va undidardan ko'zimni yumib turib chiqarib etdim. Shuning bilan tang o'pkamdan ochiq bir havo iqimi itilib chiqib, yotoq ichiga singib ketdi. Shu daqiqalarda ko'zlarimdan bir tomchi yosh oqmagan bo'lsa-mu, ammo yuragim yig'lab, daryo yoshlar bilan ich bag'rimni xun qilib etdi. Lavlarimni qattiq tishladim. O'zimga o'zim yenishlab tasalli berdim. Salomatlikim asosan asliga kelgan edi. O'rimchiga bilim oshirg'ili kelgan bo'lsak-mu, lekin ko'proq vaqtimiz doktorxonada o'tdi. Buni
idora rahbarligi, maktabdagi o'qituvchilarmi to'g'ri tushundi. Erta doktorxonadan chiqmoqchi edim. Rana narsa keraklarni radlayotdi. Yanfonimdagi to'rg'ay churildab to'xtab qoldi. Ekranda Renat degan ism o'tda kiyinib turadi. Men uchurni ochdim. Qunduz, qanday do'stim ahvolingiz? Obdan turdingizmi? Siz bilan aloqalashmoqda saq 20 kun bo'ldi. Sizni bekli sevdim. Hey, lekin vafosiz do'stim bo'lib qoldingizmi qanday? Men izlamasam meni izlabmi qo'ymadingizmi? Xapchimi? Chaqchaqa. Yaqinda men shirkat ishlar sal olib qilib sizni izlab bo'lmadim. Meni kechiring. Ammo sizni birdan xiyolimni yer qilganim yo'q. Hozir nada? Nima qilyapsiz? Sapmasaq 14 yil bo'pti. Renat bilan balaliqimda xat yozishib turgan bo'lsak, oliy maktabda o'qiyotgan chaqlarimda pat-pat telefonda paranglashib, ahvol so'rashib turdim. İkimizning do'stlik rishtasi 14 yildan beri uzilib qolgani yo'q. Qiziq ish. Men Urumchiga oliy maktabga kelganda, u Ishkirdagi bir tibbiy universitetga o'qishga ketdi. Men o'qish bitirib yurtga qaytib kelib xizmatga chiqqanda, u Urumchiga qaytib kelib shirkat qurib, Jungo tibobati bilan G'arb tibobatini birlashtirib, maxsus suyak kasalliklarini davolaydigan dori ishlab chiqarib, bozorga selib, tezli ro'naq tepib ketdi. Shirkatning ko'lami zo'raydi, jamiyatda obro'yimi o'sdi. Biz necha yil burun bir-birimizning rasmini ko'rishgandan boshqa yuz ko'rishib baxmagan edik. U menga meni izlab yurtimga bordiganligini necha rat aytgan bo'lsa-mu, men siliq rad qildim. U ranjimidi. Yuz ko'rishmasakmi do'stligimiz mavjud bo'lib tursa kifoya deb menga yo'l qo'ydi. Ammo nemishqa shunday qildim? Nemishqa Renat bilan bir qitim ko'rishib, didorlashishni istamadim. Buningga aniq bir nima deyolmaydim. Ammo shu topda bugunning o'zida uning bilan ko'rishni xolab qolgan edim. Men titrayotgan barmoqlarim bilan uningga uchur yozdim. Yaxshimisiz, Renat? Men yaxshi. O'zingizmi omon turibsizmi? Uydagilar salomatmi? Men hozir Urumchida. Salomatligimdan ozroq chataq chiqib, doktorxonaga kirib qolgan. Ati doktorxonadan chiqaman. Necha kundan keyin yurtga qaytaman. Nima? Siz rostla Urumchidami? Meni oldima aytgansiz, a? Shu topda beklar yerjanlab ketayotgan juma do'stim. Ras, sizni aldab nima qilay? Men hozir Urumchida. Siz bilan ko'rishishni 14 yil o'ylab keldim. Lekin izchil ko'risha olmay keldik. Shu topda jinim tinimdan chiqib ketmaslar yuz ko'rish kerakmiz. Siz qaysi doktorxonada? Men hozirla boragan o'zim. Renatga doktorxonaning o'rnini va yotoq nomerini aytib, uchur yo'llab, uzun o'tmayla u bir qo'lida bir dasta gul samsaq, yana bir qo'lda bir muncha quvvat yemakliklarini ko'targan holda yotoqqa kirib keldi. o'n birinchi qism tugidi. 12-chi qism. Kiyimlarga dazmol selayotgan Rana quyuq chochlarini kayniga ratlik tarab qattirib olgan. Bo'yi egiz, taqib olgan ko'z ayniki chiroy qurilishiga to'limi yarashgan. Terisi qizlarnikidek oq, ham suzuk, salobatlik bu yigitni ko'rib, hang vaqtinicha turibli qoldi. Men tezli o'rnimdan qo'zg'alib, hayajonli yoshlarimni tutib qolamadim. Renat, do'stim. Mening balliqdagi do'stim. Mana, men do'stingiz Renat. Alloh'ingiz turibdimi? Biz do'st bo'lib 14 yildan keyin ko'rishgan bo'lsakmi, intayin xo'shalman. Rana tezli o'ziga kelib, kiyimlarini yig'ishtirdi-da, Renatga choy damlab akkagandan keyin hayronlik balqib turgan ko'zlari bilan yili menga qarasa, yili Renatga qarab ketdi. Bu qanday ko'rish bo'ldi endi Qunduz? Romantik, xuddi kinolardagideklar. Siz men bir rasmini yo'qlab keldi deb demagan-ku. Taxiyli yonfoningiz metildi deb o'tiratdingiz. Birdamdili ko'z oldimizda bir kelishgan yigit paydo bo'lib qoldi desa. Ha, boya Renat dedingiz-a? Siz men azaldan bundaq birining gapini qilib baxmagan-dingiz-ku. 'Renat, 14 yil o'tdi. 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 14 yil o'
ixtiyorsiz kulib ketdim. Ra'noning qarashlari, gaplari menga to'limi kulkilik tuyulib ketgan edi. Ha, sizga Rinat to'g'riliq azaldan gap qilib baxmagan, ammo sizga hamon deydim. Rinat mening 14 yil burun to'liqsizda o'qiyotgan tanishgan do'stim bo'ldi. To'g'ri. Buningdan 14 yil burun men Qunduzning jurnalda e'lon qilingan asarlarini o'qib bekla ta'sirlangan. Shundan keyin jurnaldagi adres bo'yicha Qunduz xat yozgan. Keyin biz do'st bo'lib qoldik. Bu chaqlarda garchi yoziqchilik jihati talantim bo'lmasa-mu, qalbimda adabiyotga bo'lgan o'tda qiziqlik bor edi. Yurakimdagi bu deyilinmash kuni yo'q. Keyin garchi boshqa kasb o'qigan bo'lsam-mu, kitob o'qishni bir kunmi tashlab qo'ymadim. Adabiyot bilan bo'lgan orliqimni yiroqlashtirmadim. Qunduzmi keyin kunlarda dehshat yozgan bo'lib ketdi. Yozgan asarlari bir-biridan esil. Men uning bu dunyodagi eng sodiq o'qirman. Ra'no Rinatning gapini ko'ngil qo'yib anglagandan keyin dedi. Nimandaq chin, ulug' do'stlik bu. Sizlardan bakli ta'sirlandim jumo. Haqiqatan do'stliqinglarning ulubek mustahkamkan. Oradan shuncha yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, sizlar yana do'stliqinglarni qadrlab, saqlab kelibsizlar emasmi? Rahmat sizga. Demisimi, Rinat mening do'stim bo'lishga bek loyiq. O'zi bek tirishchan. O'qish bitirib qaytib kelib, o'zi mustaqil egilik tiklab, tezlar o'naq topdi. Üçümüzning zo'q-sho'q bilan qilgan parangimiz hech tugay demaydi. Keyin Rinat bizni unimag'inimizga unimay bir dangliq restoranga boshlab mehmon qildi. Ondan bozor aylantirdi. Xushal bir kunni o'tkazib, Rinat bilan xo'shlashib, yotoqqa kirganimda vujudimda nazar qoldirib ketgan hasrat ko'langisi sus davolg'ib turadi. Men tazliq uyga kirib, aynakka qaradim. Tiniq ko'zlarimda azobmi, hasratmi, xushalliqmi, tamkinlik, suyunish, hammasi laylab shiradi. Rinat bilan kunda degidek ko'rishib turdik. U shuncha aldirashligiga qaramay bizni yo'qlab tamoqlarga achiqib turadi. Rinatning bu qizg'inligi, samimiyati, illiq muomalasi meni bekla ta'sirlantirmoqda edi. Kulib qo'yatdim ichimda. Bolalikdan boshlangan do'stlik mushundoq go'zal bo'lamdigandi. Rinatga gohi chaqlarda ancha eranishib ketmaganim, nazar bilan maktublarni yozishib turgan vaqtlarimda uningdan kelgan telefonni olmay, yo'llagan qisqa uchurlarni javobsiz qo'yganimni o'ylasam, yuzim kuyishadi. Xijillikdan uningga tikilibmi qarayolmaydim. O'z xarakterimga yot holda uningga qilgan samimiyatsiz muomalam endi bo'lgan yuragimni qismoqda. U yanada shundoq tabiiy, shundoq illiq, xuddi tong quyoshdek nurliq ham o'tliq. Ra'no qadamda bir chekilib turadi menga. Qunduz, ko'nglim tuyubli turdi-jumo, turmushingizdagi yangi bir quyosh ko'tarildi. Rinatni zodil qo'ldan bermang, qarsam bekli yaxshi balga. Ra'no, siz Uy, rostaymi? Nimandaq yaxshi, o'ngliq bola o. Xudo ishkanlarni qasdan sinayotgandakla 14 yilgacha ko'rishtirmay, mushundaq bir chog'da ko'rishganlarning o'zi bir mo'jiza emasmi acaba? Qarsam, Rinatmi sizga bekli moyildak. Qarang uning sizga to'ymay qarashlarga. Bo'yturqonlarchi dahi. Chiroy shaklinglarmi bir-biringlarga o'xshib ketdi-ki. To'g deyman. O'zim shunda xushal bo'lib ketyapman-ku tang. Ana bir xushallikning shabisi kelyapti-do. Men tuyg'umga ishinaman. Qarab turing. Jinim do'stim, menga shu qadar ko'ngil bildiginingizni bilaman. Ammo reallikqa uyg'un kelmaydigan xiyollarni oz qiling bo'lamdi. Nazardagi turmushimdan amdili yo'q edi. Yuragimda shu topda liqqida jarohat. O'ylab beqanga, menda yana Rinatni o'yliqdek mador bormidi? Uning shu qadar yaxshiligini, astoydilligini burunla biletdim. Uning menga yozgan har bir parcha xatining bir yerdimi sızilgan yoki o'chirilib qayta yozilgan yer yo'q. U kichik vaqtida shundoq samimiy edi. Hozirmi shundoq ekan, lekin Rinat mening do'stim. Do'st degan do'st, buni qandoqmi oshiq-mashqning o'rniga qo'yg'il bo'lsin. U deganingizmi? To'g'ri, ishkanlarga do'st. Ammo kimmi qiziqlar o'tirsidagi do'stlikni muhabbatga aylanmaydi deb ayta oladi. Bu do'stlik muhabbatga aylansa bo'lmaydi deydigan bir qoida bormi-ki ya birayada? Ra'no,
Мен sizga desam, Renat bilan o'tirimizdagi munosabat oshiq-ma'shuqlar munosabatiga aylanib qoldi deb o'ylagan bo'lsam, burunli men uni izlab boraman deganda to'smagan bo'latdim. Mencha siz bek cho'nqur o'ylab ketdingiz. Faqat uning do'stlik mehrim bilan qarayman. Shuning uchunla uning amroqlik qilma. Bo'pti. Buningmi hozircha mayl deb turay. Biroq menga shundoq deb ayta olamsiz. Keyin nima bo'ladi? Buni kim biladi? Siz bilan yana gap talashib o'tirmayman qarang Qunduz. Men sizning eng yaxshi do'stingiz bo'lib sifatim bilan sizga shundoq deymanki, sizga bu jahonda Renatdan o'zga maskalgidek loyiq yo'q. Sizlar hamon bir yerga kelisizlar. Mening gapimga ishoning. Renaga yana nimalarni demoqchi edim, ammo deolmadim. Renat ketadiganimizni anglab, bekli shuklab ketdi. O poyezd stansiyasiga bir muncha sovg'atlarni ilib, mashinasi bilan akilib qo'yganda ko'zlarimga tikilib turib dedi. Yana Urumchi kelamsiz Qunduz? Bilmayman. Fursat bo'lsa yana kelima. Siz kelib bo'lolmasangiz, men borsam qarshi olamsiz? Siz bizning yurtga boramsiz? Borsam xushal bo'lmamsiz? Burun necha qitim boray desam, kelmang deb borg'ilib qo'ymaydingiz. Yil hamma berishim qarshimisiz? Yo'qay, undaqmi emas. Lekin men bir qiz bola o'ylab yiqim. Uyimdagilarning oldida ko'p o'ylab ketmang. Sizni xijil qilgan ishni qilmayman. Yana kelib bir yotliq bo'lmagan qiz bolaning bo'ytaqlik bilan aloqa qilish normal ahvol-ku. O'g'u shu. Ranami meni yo'ldoshi bilan tanishtirib qo'ydi. Uning yo'ldoshi bilan do'st bo'lib qoldik. U meni yurtingizga taklif qildi. Sizdan kutilgan alohida talabim yo'q. Meni do'stim deb qarsangiz, yurtingizga berishim to'smasangiz. Sizni albatta yaqin do'stim deb bilaman. Buningda shak yo'q. Bering. Har vaqt sizni qarshi olaman. Ha, ma'lum gap bo'ldi. Rahmat sizga. Yanada ko'nglimni tushunsiz-da. Renat oppoq yuziga villada kulki yugurtib, narsa keraklarni o'rinlashtirish uchun poyezdga qarab mangdi. Poyezdda kashili ko'rildimi qandaq, qo'zg'ildigan vaqt to'shqan bo'lsa-mu mangmayvatdi. Undidorimni ichib, do'stlar chambarkini ko'rib yetib, birisi yo'llagan bir uchurni ko'rib, tipirlab ketdim. Uchurda yangidan tug'ilib ota-onasi tarafidan tashlab etilgan sog'lom bir qiz bovoqning Urumchida paravonlik o'rnida ishkanligi, beqivilish niyati bor, xolis saxovatchilarning paravonlik o'rni bilan aloqalashib, qonuniy rasmiyatlarni bajargandan keyin beqivosi bo'ldiganligi aytilgan edi. Nemishqidir uchurni ko'rib, menga azaldan kerakdek. Ammo shuncha yillardan beri nimaligini bilmay, hech yerdan izlab topolmagan qimmatli bir narsani tepib olgandek joyimda o'ltiramay qoldim. Kallamda lippida paydo bo'lgan xiyol bilan tang yuragimda bir istak yondi. Men uchurni Ranaga ko'zitib, bu qiz bu vaqtni beqib olish o'yimni aytganda, u hayronlik qoldi. Sizning bu ruhingizdan men bak suyundim. Bu qiz bu vaqtni beqib olsangiz bo'ladi. Lekin shuni o'ylab baqdingizmi? Sizdek turmushliq bo'lmadingiz, to'yishingiz bir yaqinlik bo'lmay turib, bunda qaror chiqarishingiz sal baldurmi qandaq? Rana, gapingiz o'rinliq, lekin men kichikil turib opamdan ayrilib qolgan. Opsi yo'q bolalarning qalbini bak obdan tushunaman. Bu qizning uchurini ya ko'may turmabdiman, endi ko'dimmi, yuragim bu qiz bu vaqtni elib ketmasam zotil unumaydi. Mening joyligimni bilsiz xo'dash, shu topda mush qizning yiniq berishqa, uni bag'rimga besishqa shu qadar aldirab ketyaptimi? Meni tushuning bulamdi Rana. Ko'nglingizni menmi tushunaman. Men shu kiyirligingizni o'ylab shundoq da'vatman Qunduz. Renatning xarakteridan qarsam, u xiyolingizga qarshi chiqmaydigandek. Ammo siz Renat bilan to'y qila olmay, boshqa biriga yotliq bo'lib qolsangiz qanday qilsiz? Bu balni qabul qila olammi? Sizga o'xshash hissiyatni bag'riga bosa olammi? O'shani o'ylab baqsangiz bo'ldi. Jinim otash, mening shu topda keyingi ishlarni zotli o'ylig'im yo'q. Faqat bu qiz bu vaqtni beqib olishli o'yim bor. Yomini kelsa, to'y qilmay o'tib ketsam armanim yo'q. Undaqmi deb ketmang. Erlarning hammasi Abdunazardek nomard bo'lmaydi. Renatga o'xshash yigitlarmi nurg'un. Bir boshqa hamon bir bek lozim bo'ldi qarang. To'y qilmay o'tkilim bo'lmaydi. Bo'lmasa dadingiz bilan momongizga maslahat selib yiqing. Keyin pushaymon qildigan ish bo'lmasin yana. Ondan bu vaqtning yeniga boraylik. Dadam bilan momam azaldan mening qilgan hech qanday ishimga qarshi chiqqan emas. Men ularni tushunaman. Shu topda bu qizni boshqalar ilib ketmagidi deb ansirayotdim.
Bu qizni beqib olgan. Meni hech qanday kuch to'sib qololmaydi ana. Mayli amsa, tez bo'ling, poyezdni tushaylik. Rinatga telefon qiling, u kelib bizni bu vaqtning qishig'i boshlab apasin. Bo'lmasa bu yerda mashina to'simiz desak, ko'p hayol bo'lib ketamiz. Chaqqanlik bilan poyezddan tushdik. Poyez qo'zg'alg'ich saqlayman deb turib unimay, o'ziri aytib, xo'shlashgan Rinatga telefon qildim. Xuddi poyezmi bizning tushib kelishimizni kutib turgandek, qisqa güdük chelib, taqildab yurib ketdi. Rinat birdamla oldimizda optopdek echilib paydo bo'ldi. o'n ikkinchi qism tugidi. Abdori Abdujalil Jabbor. Ovoz rejissyori Gulora Sodir.